Assalomu alaykum. Aka parvozlar, marvozlar. Tinchmisizlar, sog'misizlar? Musoburdagi aka-ukalar. Tinchmi? Hammaning ishlari yaxshi bo'lsin. Aka-ukalar. Vodiydan Said akadan kelgan tuxumlardan ochib chiqqan jo'jalar. Qora yapon bilan Xitoydan 3 ta xo'roz, 4 ta makon bo'lib chiqyapti hozir. Mana bu xo'roz, oq qanoti ham xo'roz, yapon xo'roz. Bu oradagi ham xo'roz. Bular makon. Mana busi. U tepedasi. Bittasi onasini nimasi deyapti. Bah. Bitta limoncha ham bor. Limonchani olib ko'rsataman aka-ukalar. Mana bunda bitta limoncha. Bu ham limon. Buni so'zimdan chiqqan. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Xudo xolasa boqyapmiz, katta bo'layapti. Mana shu juda ham zahar. Bunisi ham, bunisi urushmagan. Toza qonda bular aka-ukalar. Xudo xolasa hammasini aralashtirib ko'rsatamiz. Zotlarni ham qonini yaxshi qilamiz. Zo'r qilamiz mana shunaqa. Uzoqdan ko'rsatay YouTube kanalini bloklab tashlamasin. Aka-ukalar Telegram kanalga o'tinglar. Katta jo'jalar, kichiklari urushib boshlayapti, shularni qo'yib boryapman. Mana limoncha. Bu ham juda ham zahar. Bularning hammasini yosh paytida urushganini ko'rdim-da. Aka-ukalar, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Yaxshi. Keyingi safar Abdug'oppor akadan kelganlarni ko'rsataman. Xudo xolasa. Ular ham katta bo'layapti. Qon juda ham ko'p, toza qonlar bu yil, xudo xolasa. Rasvot qildik. Mana shularni zo'r qilish uchun. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar. Telegram kanaliga xo'rozlar, jo'jalarni, janglarni ko'ringlar. Sog' salomat bo'linglar aka-ukalar.